bola sen meni nima sensiryapsan deyapti. Atay lekin men u bilan shuncha payt gaplashgan bo'lsak, meni sensirasak indamasdim, hurmat qilardim. Mayli, sensiraversin, prosta yaxshi ko'radi, shunga anaqa qilyapti shekilli deb deyardim. U bolani bir haftalik tanishgan bolasini sizlab hurmatini joyiga qo'yganda. Voy. Shunaqa nima qildingiz oxiri? Ajralib. Endi hozir Telefoningizni ham sotaverasiz. Telefonni sotaveryapman aka. Nima tutasiz endi? Telefon ishlatmayman. O'g'ay. Telefon ishlasam Nokialar bor, Nokia ishlatib yuraveraman. Voy ana bobasan. Keyin shu bir hafta gaplashgan bo'lsa o'sha bola bilan. Men bilyapman, seshanba kuni bilyapman. Bir hafta oldin seshanba kuni bilyapman. Shunaqa bo'lgan. Keyin ertasi kuni yana bitta xabarda eshityapman. U bolaga rasm tashlab bergan. Qanaqa rasm? Faqat mashitini. Voy astag'firulloh. Voy rasm tashlab bergan aka. Aka, zo'r narsa aytdingmi sizga? Shunaqa rasm tashlab bergan. Mayli dedim, bo'pti. Unisiga ham kechirdim yana. Yana kechirib, yana gaplashdi. Mana bu guvoh. Guvoh, o'shandan keyin ham. Mana bunga aytdim mana. Kechirib turib yana gaplashdim. Keyin yana o'tyapti payshanba kuni u bola bilan yana ko'rishgan. Keyin men telefonda 3 kun so'radim. Ko'rishdingmi dedim. Yo'q deyapti. Menga rasm kelgan Telegramda. O'rtoqlari tashlab bergan anaqalari bor. Agentlari bor, tashlab bergan. Keyin ulardan ko'rib so'radim, yakshanba kuni oxiri aytdim. Ko'rishdingmi desam, yo'q dedi. Menga rasm keldi desam, keyin tan olyapti. Keyin tan olyapti. Keyin aytdimki, nima o'sha kuni aytmading dedim. Yana anaqa qilardingiz dedi. Men shuncha o'sha ikkita ishdan keyin kechirmadimmi dedim. O'sha vaqtida aytganingda men to'g'ri tushunardim dedim. Shunaqa gaplar. Shunga hayot noldan boshlab faqat ota-onani sevgan bo'ldi ekan. Ota-onadan eng zo'ri nima bilasizmi? Kimni sevish kerak? Shu bandasini yaratib qo'ygan Allohni sevish kerak eng birinchi o'rinda. U kim? Nomahram bo'lsa sizga okaginam. To'g'rimi? Mana 5 shoni. Mana shunaqa bosh, mana toshga teggandan keyin odam aqli kiradi, xudo xolisa. Yaxshi qolsa mana shuni sotib, menga foyda qilaman. Aka, ko'nglingizni cho'ktirmang, aka. Hopmi? Erkak kishisiz. Hali tog'ni urib qalqon qilishingiz kerak. Xitoydan narsa zakaz qilamiz o'zi. Bari. Zo'r. Kanal bor, Xitoydan narsa zakaz qilamiz. Yilchi ichirsiz o'zi? 2006. 2006. O'xshamas ekan sizga 2006 ga. Undan ham yoshroqmisiz deb o'ylayman lekin. Bo'ldi, xudo xolisa telefoningiz o'tdi menga. Mana aka, xudo xolisa o'zi 350 baraka qilgan edi, mana yana 20 qo'shib berdim. O'sha nima deydi? Korobkasi bo'lsa bo'lmasa qo'shib berdim sizga. Menga rasmini o'zini tashlang, o'g'ri bo'lib o'tirmaysizlar. Agar yasalgan bo'lsa, olib kerak emas menga. Barakasini bersin.